Assalomu alaykum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qısqan qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizin qısqaça məzmununu tanıştırıb ötürük. Xitayning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini tanqidlagan Daniyalik antropologning Qozog'istonga kirishi rad qilingan. Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish harakatining oila, ayollar direktori Amanisa Muxlisi xonim Analar bayramini tabriklab, barliq analarni Şərq Türkistanning mustaqillik harakatiga ovoz qo'shishga chaqirdi. Amerika bilan Xitoy yuqori so'mliq savdo suhbati elib borgan. Turkiya istixborot tashkiloti josuslik harakati bilan shug'ullangan 7 nafar Xitoy josusini qo'lga olgan. Tunda tafsiliy mazmunni texnologiyaga sunamiz. Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni tanqidlagan Daniyalik antropologning Qozog'istonga kirishi rad qilingan. Global Voice, ya'ni Yer shari ovozi xabar torining 12 may kunidagi xabariga qaraganda, Daniyalik Uyg'ur tadqiqotchi Roni Stenbergning Qozog'istonga kirishi 12 may kuni Qirg'izistonning poytaxti Bishkek atrofidagi Qozog'iston-Qirg'iziston quruqlik chegarasida rad qilingan. Ilgari Qozog'istonni ko'p qatim ziyorat qilgan bo'lsa, Qozog'iston chegara qo'g'dug'uchilari Stenbergga uning bu davlatga kirishiga ruxsat qilmaydiganligini uqtirgan. Stenberg sababini so'raganda, ular hech qanday bir sababni aytmagan va Stenberg o'zining Uyg'urlar haqidagi tadqiqoti sababidan kirishga ruxsat qilinmaganligini ta'minlagan. U uzun yillardan buyon Sharq Turkistonni va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur jamiyatlarini tekshirgan. U hozir Polaka universiteti Olomoucda Yevropa Ittifoqi mablag' solgan tadqiqot turiga yetakchilik qilayotgan bo'lib, Bishkekdagi Amerika O'rta Osiyo universitetining o'qituvchisi ekan. U dastlabda siyosiy talash-tortishlarga qaytilmaydigan odatdagi bir tadqiqotchi bo'lib, Xitoy 2014-yili Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata irqiy qirg'inchilikni kuchaytgandan boshlab, bu ishlarni ommaga oshkora qilmay turib, Uyg'ur antropologi bo'lishning mumkin bo'lmaydiganligini ta'minlagan. Bu Daniyalik antropologning Qozog'istonga kirishining cheklanishi tunji qatim emas ekan. Sharq Turkiston surgundi hukumati Tashqi ishlar ministrligining ministri Salih Xudoyor apandi Qozog'istonning Uyg'ur antropologining kirishini cheklash qilmishini qattiq aybladi. U 12 may kunidagi Twitter'dagi bayonotida Qozog'iston Xitoyning avtonom rayoniga aylanib qolayotgandi. Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblagan Daniyalik Uyg'ur antropolog Roni Stenbergning Qozog'istonga kirishini rad qilishi Xitoyga bo'y egishdak nomussiz bir qiliq dedi. Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandining bu bayonoti Tribunal xabar kanalida 14 may kuni xabar qilinib mundaq deyildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining diplomatiya va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Qozog'istonning Daniyalik antropolog Roni Stenbergning Qozog'istonga kirishini rad qilish qarorini qattiq tanqid qilib, buni Xitoyga bo'ysunish nomussizlik qilmishi deb tasvirladi. Salih Xudoyor ijtimoiy axborot suhbati X'da e'lon qilgan bayonotida Qozog'iston Xitoyning yangi Qozog'iston avtonom rayoniga aylanib qoldimi deb so'radi. Uning bayonlari Uyg'ur faoliyatchilari va advokatlarining Xitoy hukumatining Qozog'istonning davlat ichi va tashqi siyosat qaroriga bo'lgan ta'siri bo'lib, Xitoyning atalmish Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa turk musulmonlariga tutgan muomalasidagi sezgir masalalar kun sayin ortgan andisini aks ettirdi. Salih Xudoyorning bu bayonoti yaqinda xalqaro yozuvchilar va blog yozuvchilarining foyda olmaydigan to'ri Yer shari ovozining maqolasida o'tirg'a qo'yilgan bo'lib, maqolada doktor Ron Stenbergning 2025-yili 12 aprel kuni Qozog'istonga kirishi rad qilinganligi to'g'risidagi maqolaga javob sifatida e'lon qilindi deyildi. Amerika bilan Xitoy yuqori so'mliq savdo suhbati elib borgan. Reuters xabar agentligining 12 may kunidagi xabariga qaraganda, Amerika bilan Xitoy yakshanba kuni Amerika katibaşlarının tijorat qizil raqamini azaytish uchun bir kelishimnomani tilga olishi natijasida ijobiy bo'yicha yuqori so'mliq savdo suhbatini oxirlashtirgan. Xitoy katibaşlari taraflarning mayatlik o'rtaq tonish hosil qilganligini va yangi iqtisodiy suhbat munbiri etishga qo'shilganligini aytgan. İki taraf Shveysariyada 2 kunlik suhbatni oxirlashtirgandan keyin tafsilotlarni e'lon qilmagan. Xitoyning muavin bosh ministri He Fang dushanba kuni Janvada birlashma bayonot e'lon qilganligini. Muavin savdo ministri Li Chungang bu bayonotning dunyo uchun xush xabarni o'z ichiga oladiganligini aytgan. Maliya ministri Scott Bessent va savdo vakili Jameson Greer ko'rinarli ilgirlashlarni tafsilotlarning dushanba kuni e'lon qilganligini aytgan. Muxbirlarning kutilish yig'inida har ikkala taraf Amerikaning Xitoy tovarlariga qo'ygan 145% tamojna beji va Xitoyning Amerika tovarlariga qo'ygan 125% tamojna bejini kamaytirish kelishimini tilga olmagan. Sharq Turkiston surgundi hukumati bu ahvolga qarata noroziligini bildirdi.
Hökumətning 11 may kuni ijtimoiy axborot vositasi X orqali Oqsaroy Amerika prezidenti Donald Trump, Amerika moliya sekretari Scott Bessentni ogohlantirib e'lon qilgan bayonotida Xitoyning eng yangi tijorat kelishimi va'dasi avar qilish taktikasidan boshqa narsa emas. Texmo kuchlangan va Amerikaga keyingi qadamda qiladigan hujumi uchun vaqtni uyg'unlashtirishdagi bir o'yindan iborat. Beyjing hech bir vaqt va'dasida turmaydi. Amerika o'xshash xatoni takrorlanmasligi kerak. Aldamchilikni taqdirlamang, liniyani bo'ylab mengayvering dedi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining oila ayollar direktori Amanisa Muxlisiya xonim 11 may ayollar bayrami munosabati bilan dunyodagi barliq ayollarning bayramini tabriklab, Sharq Turkistondagi oilasi va bolalaridan ayrilib, Xitoyning jazo lagerlari va turmalarida tug'mas qilib etish, bosqinchilik, majburiy emgakka silishdek Xitoyning ig'ir zulmida azob chekayotgan Uyg'ur va boshqa turk ayollarini unutmaslikqa va ularning o'rlikka chiqishi uchun Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishini qo'llashga chaqiriq qildi. Ibn Sina mundaq bir mashhur tajriba ishlaydi. U ikki sog'lom qo'yni ayrim-ayrim ikki qo'tonga so'laydi. Ularga yaqin qilib yana bir qo'tonga bir bo'rini so'laydi. Bu ikki qo'yning faqat birila bu bo'rini ko'ra oladi. Bu ikki qo'yga o'xshash yem-xashak beriladi. Ularning ig'irligimi dastlabida o'xshash keladi. Ammo bir necha oy o'tgandan keyin bo'rini ko'rib turadigan qo'y oromsizlashadi, og'riqlab ketadi. Tadrijiy ojizlashadi va kun sayin zaiflashadi. Bu qo'y uzun muddatlik stress ostida qoladi va har qanday idroklangan xatarga uchrab turadi. Shunday qilib u oxiri o'lib ketadi. Amaliyotda bo'ri uningga hech qanday tahdid solmaydi, ammo qo'y buni tushunmaydi. Bu tajriba odamni hayron qoldiradigan natijaga erishadi. Bo'libmi, ming yillar ilgari Ibn Sina uzun muddatlik stress bilan qo'rqinchning jonliqning metabolizmiga qanchalik salbiy ta'sir ko'rsatganligini bayqaydi. Uning bu tajribasi bizga hali ham ahamiyatli. O'zining dushmanidan har vaqt qo'rqib yashash odamni bosh oxiri chiqmas stressga soladi. Tenini zaiflashtirdi, metabolizmni qalayimqonlashtirdi va zehnini kordan chiqardi. Qo'rqinchoq odam uchun dushmanining yoki ko'rib turayotgan tahdidining o'zila emas, balki uning soyasimi u qadar qo'rqinchli bilinadi. Qo'rqqan sari hamma narsa ko'ziga qo'sh ko'rinib, ichidan tugishib ketadi. Tahdid hamma yerda bor. Gap uningga qandoq taqobil turishni bilishda. Ko'p hollarda dushmaniga nafratlanish va uni mansitmaslik, ammo tayyorlikda bo'lish uning qo'rqinchni pasaytirishga va stressni azaytishga foydali. Yana biri tahdidga tahdid qaytara olish psixik tangpungliqni saqlashda muhim. Kallaga o'rnashib olgan dushman obrazi ba'zida sirtdagi haqiqiy dushmandan vayron qilg'ich bo'ladi. U vaqtda bu jonliqning dushmani ikki bo'ladi. Biri sirtdagi dushman, yana biri uning kalladagi surlik obrazini to'xtamasdan ayon qilib, o'zini qo'rqitib turgan va dushmaniga qo'rqitib bergan kalla. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mantimin A'la afandining yozmalaridan elindi. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.